Magazinlarda tayyorlanadigan pechene retseptini birga o'rganamiz. Demak, mikser idishiga shakar, tuxum, xona haroratida yaxshilab yumshagan margarin solib, planetarniy mikserda 7-8 minut, qo'l mikserida undan ko'proq vaqt yaxshi qattiq penka bo'lguncha, ko'pik bo'lguncha mikserlaymiz. Bu yoqda unni tayyorlab olamiz. Unga razerxlitel va vanilinni solib aralashtirib qo'yamiz. Eslatib o'taman, avval bu massamiz suyulib, suvi chiqib, ipir-ipir bo'ladi, lekin qo'rqmaysizlar. Keyin ko'p mikserlasanglar, yaxshi qotib, ko'pik bo'lib, qattiq bo'ladi va boyagi unga qo'shib, ezmasdan sekingina xamir qorib olamiz, yumshoqqina bo'ladi. Mana shunaqa bo'ladi. Buni konditer mishokka solib, shakllar chiqazib olamiz. Bundan mayda tishlisida ham chiqarsanglar bo'ladi. Mana shunaqa shakl chiqaryapman. Xohlagancha shakl chiqarsanglar bo'ladi. Hammani o'zini fantaziyasiga qarab. Menda 3 ta list chiqdi. Shunaqa listda keyin bunaqa shakl ham qildim. Bu shaklni ustiga hali mana duxovkaga solmasdan oldin o'rtasini ko'rsatdim-ku. Jele solib chiqsanglar, qizil jele ko'rsatayotgan joyimga pishganda chiroyli bo'ladi. Men pishgandan keyin ko'rsataman hali. Mana pishib chiqqan, shunaqa chiroyli rangda bo'lib chiqadi. Endi bunga varyonniy molokoni shunaqa nasatkadan chiqazib, ikkitasini birlashtirib olamiz. Rakushka deydimi, shunaqa shirinlik bo'ladi-da. Ko'rayotganingizdek, keyin kokos vestrushkasini sepib chiqdim. Ikkinchisiga ham ustiga varyonniy qo'yib, ustiga kokos sepdim. Shunaqa chiroyli pechenelar tayyor bo'ldi. Albatta tayyorlab ko'ringlar. Menga podpiska bo'lish esingizdan chiqmasin. Like kutaman sizlardan. Juda ham pissochniy chiqadi, mana ko'ryapsizlar.